qizimiz mana bizga hozir lecheniyaga keldi. Bularda mana явный klinikalar, oyoqlarida oq dog'lar paydo bo'lgan, yuzlarida, qornlarida dog'lar paydo bo'lgan, ishtahasi yo'qolgan, uyqusi buzilgan, tishlarini g'ichirlatadi, mana qo'llarida явный dog'lari rosa ko'payib ketgan, uyqusi buzilgan, yaxshi uxlamaydi, asabiylashadi, sochlarini yuladi. Kimga hozir mana lecheniyani boshladik. Qo'ling tiq. Qo'ling tiq qo'yib tur. Bugun 2-chi kunimiz, xudo xolisa. Kecha o'zi ranglari oppoq edi. Bitta oyog'iga vanna qo'ygandan yuzlari qizarib, birdan rangi o'ziga kelib qoldi. Bo'ldi? Lecheniyamizda samaradorlik taraflari juda ham ko'p. Chunki bolalarda qon aylanishini birinchi o'rinda tiklab beradi. Bolalarda uyqusi yaxshilanadi, qon aylanishi tiklanadi. Gijjadan keyingi protsessini birdan lecheniya qilib ketamiz. Boshqa kasalliklarda ham masalan elektroforezlar buyuramiz-ku, bunda mana shu qo'shilib qilinadi-da. Yallig'lanish, shamollashi ham birdan yaxshi bo'ladi. Jonlar, agar sizning ham farzandingizda mana shunaqa tishini g'ichirlatish, uyqusining buzilishi, ishtahasining yo'qolishi, bezovtachilik, qorinda og'riq kuzatilsa, mana shunaqa muammolar kuzatilsa, bizning Evamed klinikamizga murojaat qilishingizni so'rayman.